Assalamu alaikum. Welcome back to New Concept English Book 1. Today is Friday, August 30th, 2019. Now let's dive right into our lesson for today. Our lesson today is Lesson 55, and the topic of today's lesson is the Sawyer family. As usual, we'll start with the new words and expressions, so please read after me, okay? Number 1, live. Live. Number 2, street. Street. 3, housework. Housework. 4, eat. Eat. 5, lunch. Lunch. 6, noon. Noon. Number 7, afternoon. Afternoon. Number 8, usually. Usually. Number 9, see. See. Number 10, friend. Friend. Number 11, drink. Drink. 12, together. Together. 13, evening. Evening. Number 14, then. Then. Number 15, read. Read. 16, watch. Watch. 17, arrive. Arrive. Xo'sh, savoldoshlar, yuqoriqlar so'zlarning o'qilish ahanglari, endi biz ma'nolari bilan tanishib chiqsak tez. Live degan yashash, turish degan gap. Masalan, men falon yerda turaman deganni live bilan ifodalaymiz. Okay, masalan, I live in the US desak nima bo'ladi? Men Amerikada turaman degandek yoki men Amerikada yashayman degandek bo'ladi. Okay, live yashash, turish. Masalan, bizning uyimiz falon yerda degan nima? Masalan, o'shada biz falon yerda turamiz deganga shu live ni ishlatadi. Okay? Number 2, street. Street degan ko'cha degan gap. Okay? Ko'cha. Number 3, housework. Housework degan oila ishlari degan gap. Savoldoshlarga ma'lum, topshiriqni nima deydik? Homework deydik. O'quvchilarningki uyga kelib ishlaydigan oila topshirig'ini homework deydik. Ma housework degan uchun uy ishlari, okay? Oila ishlari. Number 4, eat. Eat degan yeyish degan gap. Savoldoshlar, biz burun degan bu so'zni masalan shu yeyish bilan ichishni burun deb o'tgan, lekin yana bir qatam takrorlab o'tgandan ziyon yo'q. Okay? Eat, yeyish. Lunch, bu tushlik tomoq degan gap. Okay? Tushlik tomoq. Number 6, noon. Noon degan chinqi tush, tush mezgil. Okay? Number 7, afternoon, bu tushdan keyin degan gap. Number 8, usually. Usually degan odatda degan gap. Odatda. Okay? Bunu vaqt ravishi degan so'zlardan bir nechini o'rgangan biz oldingi darsda. Masalan, doim, davomliq, anondan keyin pat-pat, andan keyin ba'zida degan vaqt ravishlarni o'rgangan, ham buguncha usually ni ko'ryapmiz. Okay? Odatda degan gap. Albatta o'xshamaydi bular. Usually odatda. Number 9, see. See degan ko'rish. Buni o'rgangan amaliyotda, lekin bugungi darsda ko'rishish degan ma'nosi bor. Shuni qayta bir qatam nima qilib qo'yganmiz. Masalan, ko'rish bilan ko'rishish ozroq o'xshamaydi ku. Bugungi darsimizda ko'rishish degan ma'nosi bor demakchi. Number 10, friend. Friend degan do'st. Okay? Number 11, drink. Drink degan ichish degan gap. Number 4 nima degan to'q? Yeyish dedik. And number 11 nima ekan? Drink, ichish. Number 12, together. Billa degan gap mana. Okay? Bilan degan so'z emas, shumi? Bilanni with degan to'q yodingizda bor, with. Mana billa, together. Okay? Number 13, evening. Bu kashqurun degan gap. Kashqurun. Okay? Bugun qarsangiz xili shu bir kunning ichidagi o'xshamagan vaqt bo'laklarini o'rgandik ekanmiz, o'xshamagan vaqt bo'laklarini. Masalan, tushni hozir ko'rdik, 6-so'z noon, chinqi tush. Okay?
7-ci sinif bo'lganda tushdan keyin bo'lganda, ammo 13-ci sinif bo'latdi, kashxo'ron bo'latdi. Okay? Bo'latdi bak kecha emas. Tushdan keyin anandan keyin kechidan burunqi vaqt qo'ma va tushdan keyin bilan kechining o'tirisiga qisilgan vaqt qo'y, ya'ni kashxo'ron. Okay? Evening. Number 14, then. Ondan degan gap bu. Undan keyin degandir-ku. Number 15, read. Read degan o'qish, kitob o'qish masalan. Read a book yoki read a newspaper. Buni biz o'rganib bo'lgan, lekin bugungi darsimizda endi bir qatim uchraydi. Okay? Number 16, watch. Watch degan ko'rish, masalan, televizor ko'rish. Masalan, televizor nima deydik? Savodashlarga ma'lum, television deymiz yoki TV deydik. Masalan, watch television yoki watch TV bo'lsa nima bo'ldi? Televizor ko'rish bo'ldi. Oxirgi so'zimiz arrive. 17-ci so'z. Arrive degan nima? Yetib kelish. Yetib kelish degan ma'nosi bor. Okay? Xo'sh, yuqoriqilar so'zlarningki o'qilish ahanglari va ularning ma'nolari hamda biz tez darsningki temasini ko'rib olsak, the Sawyer family. Sawyer degan bir kishiningki familiyasining ismi familiyasi deymiz bu. Demak, familiya Sawyer. Ma family degan-chi endi family degan oila degan gap. Ma bu nimaga biz o'rganib bo'lgan amaliyotda shu yerga qo'shmagan narsalar bu so'zlarningki tizimligiga o'rganib bo'lgan oila. Masalan, Sawyer family bo'lsa nima bo'lgan yoki the Sawyer family bo'lsa Sawyer oilasi bo'ldi. Okay? Xo'sh, Sawyer degan hozir degandek familiyasi, ha? Xo'sh, unda bo'lsa darsimizning temasi Sawyer oilasi ekan, 55-ci darsningki. Yuqoriqilar yangi so'zlar va so'z birikmalari. Xo'sh, unda biz hozir nima qilamiz? Dialogni o'rganamiz albatta. Dialog emas, bugünkisi text. Okay? Kechiringlar, men menga dialog deb qo'yibman. Dialogni text deb o'zgartiramiz. Ya'ni tekst demakchi-ku, bir bayon demakchi-ku, bayon xarakterli bir narsa. Okay? Xo'sh, tekstni o'rganib bo'lib biz javob berishga tegishli savol nima ekan bugungi? When do the children do their homework? When degan qachon degan gapda. O'rgangana biz. When, qachon? Yoki qaysi vaqtda, okay? Do degan albatta yordamchi fe'l. Bu ish harakatini bildiradigan jumla o'g'ashqa, uning ustiga savol jumla o'g'ashqa yordamchi fe'l bilan ifodalanadi deb qo'ygan. The children degan bolalar. Do degan qilish endi mana ikkinchi do, birinchi do yordamchi fe'l do. Uning ma'nosi yo'q, demakchi uni tarjima qilmaymiz, lekin savolda cho'qim ishlatildi. Savolsiz, demakchi ish harakatini bildiradigan jumlalarda ish harakatini bildiradigan savol jumlalarda demakchi yordamchi fe'l kamisi bo'lmaydi. Okay? Yordamchi fe'lningki nimasi, vazifasi nima? Asosiy fe'l uchun yordam berish rolini o'ynaydi-ku. Demakchi bu yerdagi rol deganimiz qaysi rolga qaratilgan shu savol so'raganda ishlatilmaydi demakchi. Okay? Ya'ni ikkinchi do'ni nima dedi hozir? Qilish deymiz. Itish yoki miyada endi ma jumlada homework ishlasak ham bo'ldi. Ishlash bo'ldi-ku. Oila topshirig'ini ishlaydigan narsa, uni qiladigan, etadigan narsa emas. Okay? Shunga nima deb tushunamiz bu jumlani? Bolalar qachon yoki qanday vaqtda oila topshirig'ini ishlaydi degan gap ekan. Bolalar qanday vaqtda oila topshirig'ini ishlaydi degan gap. Okay? Xo'sh, unda bo'lsa, mushu sonni esimizda tutib turib biz bunda tekstni ko'rib boqaylik qarang. Lesson 55, the Sawyer family. Esimizda tutaylik, bolalar qanday vaqtda topshiriqni ishlaydi degan savolni. Xo'sh, unda bo'lsa, men agishib o'qiydigan bo'lganingiz oldi bilan, birinchi jumla qarang. The Sawyers live at 87 King Street. Yana bir qator. The Sawyers live at 87 King Street. Okay? And in the morning, Mr. Sawyer goes to work and the children go to school. Yana bir qator.
In the morning, Mr. Sawyer goes to work and the children go to school. Okay? Their father takes them to school every day. Their father takes them to school every day. Mrs. Sawyer stays at home every day. Again, Mrs. Sawyer stays at home every day. She does the housework. She does the housework. She always eats her lunch at noon. She always eats her lunch at noon. In the afternoon, she usually sees her friends. In the afternoon, she usually sees her friends. They often drink tea together. They often drink tea together. In the evening, the children come home from school. In the evening, the children come home from school. They arrive home early. They arrive home early. Mr. Sawyer comes home from work. Mr. Sawyer comes home from work. He arrives home late. He arrives home late. At night, the children always do their homework. At night, the children always do their homework. Then they go to bed. Then they go to bed. Mr. Sawyer usually reads his newspaper. But sometimes he and his wife watch television. Bu amaliyotda uzun bir jumla, o'sha orliqda bir pash bor. Undaqsa uzun shu jumlani birga o'qaylik, pashda azroq bir tinayotgandan keyin. Mr. Sawyer usually reads his newspaper, but sometimes he and his wife watch television. Okay. Undaqsa dialogninki o'qilishi shundoq. Hamda dialog deymina tekstninki. Undaqsa biz tekstni tushunib boqaylik, jumla qarang. Indaydi, the Sawyers live at 87 King Street. Right? The Sawyers, that nimishqa Sawyerning kaniga askab qoldi. Abi ham biz darsning temasida the Sawyer family deb turibdi. Sawyerning kanda ask ko'magan to'q. Ha? Nimishqa miyada the Sawyers deb keldi. Abi ham ko'masligimizning sababi Sawyer ailasi degan bu so'zda Sawyerlar ailasi deb ilishning hojati yo'q. Ya'ni
Sawyer'ning kaniga as qo'shib ko'plik qilib ifodalashning hojati yo'q. Sawyer oilasi degandikidan tushunishlik bo'ladi. Okay? Ya'ni Sawyer'ning kaniga as qo'shma ishlatgan. Sawyer oilasi deb. Okay? Amiyada nimishqa as qo'shiladi Sawyer'ning kaniga desangiz, Sawyer'lar demakchi. Okay? Sawyer oilasi degan gap shu, Sawyer'lar demakchi-ku. Okay? Ya'ni oilasi degan so'zni ishlatmagandan keyin Sawyer'lar deb ko'plikda ishlatiladi. Okay? Live turdi, ya'ni yashaydi, turish, yashash dedik-ku abiyami. Turdi deb asaq muvofiq. At 87 King Street. King degan podshoh degan gap, lekin so'z ma'nosi bo'yicha tarjima qilsak bo'lmaydi buni. Yer joy nomlarining so'z ma'nosi bo'yicha tarjima qilmaymiz, ahang bo'yicha tarjima olamiz. Masalan, King Kotsi deb asaq bo'ldi. Ya'ni King Kotsi 87-nomer deganni inglizchada mushta ataydi. Nomerni boshda deb ana degan King Kotsi deb bunda deydi. Tushunishlikmi? Ya'ni Sawyer'lar King Kotsi 87-nomerda turdi degan gap. Okay? Live at degan nima? Oldi qo'shilg'ichi, ya'ni shu 87-nomerda demakchi. Da o'rinni bildiradigan oldi qo'shilg'ichi bu. Ya'ni Sawyer'lar King Kotsi 87-nomerda turdi, live degan turdi. Okay? Yashaydi yoki. Albatta yashaydi desak to'g'ri kelmaydi, in the morning, Mr. Sawyer goes to work and the children go to school. In the morning degan gap, atiginisi degan gap, yoki tushdan burun degan gap bu. Morning degan atigan, tushdan burun degan gap bu. Okay? And in the morning deb olganimiz ma'noga diqqat qilaylik. In ichida deb, okay? Ya'ni morningga in ishlatamiz. Nimish buni unda deydiganimni tushunib qolsiz. Ma'lum qolgan vaqt bo'laklariga inni ishlatmam degan savol paydo bo'ldi-ku. Hozir ko'rsiz ularni, Ya'ni atigini degan gapni biz in the morning deb ifodalaymiz demakchi. Mr. Sawyer goes to work. Sawyer apandi ishga bordi. Goes to work, ishga bordi. And shundaqla the children go to school. Bolalar bo'lsa qanday? Bolalar go to school, maktabga bordi deydi. Ya'ni atiginisi Sawyer apandi ishga bordi, bolalar maktabga bordi deydi. And ni ra bilan yoki shundaqla deb asaqim bo'ldi, amsaqim bo'ldi. Amsaq yaxshiroq ekan, lekin ikki jumla demakchi atiginisi mush ikki ish bo'ladiganligi uchun demakchi Sawyer apandi ishga boradigan, bolalar maktabga boradigan bo'lganligi uchun qanday and qo'shib and bilan bog'lab ishlatayotgan ahvolni ko'ryapsiz-ku. Shuni tarjima qilishning hojati yo'q, lekin ikki jumlani bog'lash roli ekan. Okay? Har ikkilisi mush atigini bo'ladi demakchi-ku. Ayrim deyishning hojati yo'q. Okay? Xo'sh, uning kendisi their father, ularning dadasi degan gap bu. Takes them, take degan elib berish degan gap bu. Them degan ularni, elib bordi ularni nega to school, maktabga, every day, har kuni. Ya'ni ularning dadasi ularni yoki dadasi ularni har kuni maktabga elib bordi degan gap bu. Tushunishli-ku, elib bordi. Okay? Bir narsaga diqqat qilyapsiz, qarang. Mana Mr. Sawyer ning kayindagi go ning kayinda es kelyapti. Goes deb. Lekin children ning kayiniga go deb kelyapti. Goes kelmadi. Buni sababini hozir tushundirman. Balkim tushunib bo'lgan bo'lishingiz mumkin. Nimada tushunmagan bo'lsangiz chataq yo'q. Hozir tushundirman menchimi. Their father takes them to school every day. Ya'ni majumladagi fe'l qaysi? Take. Xudo ustidagi jumlalarning fe'llari majumlada goes, miyada go bo'lgan o'xshash. Majumladagi fe'l nima? Takes. Jumla qarang. Ya'ni take ning kayniga, ya'ni elib berish degan so'z take ning kayniga as qo'shilib kelayotgan ahvol bor. Go ning kayniga as qo'shilsa, take ning kayniga as qo'shilsa, lekin miyaga go ning kayniga as qo'shilmabdi. Bularni cho'qim bilib bo'ldingiz, nimada bilib bo'lmagan bo'lsangiz, men hozir xulosasini chiqaraman. Yana deydi qarang, ashunga diqqat qilib turing, shu fe'llarning kayniga as qo'shilmaganligiga diqqat qilib turing. Mrs. Sawyer stays at home every day. Sawyer xonim degan gap nima? Stays, stayning kayniga as qo'shilib kelayotgan ahvol. Stay degan nima? Qat qilish,
turish degan gap, ya'ni uyda demakchi. Uyda qolib qoladi degan gap bu. Stays at home. Uyda qolib qoladi. Every day, kunda, har kuni. Okay? Ya'ni Sawyer xonim kunda uyda qolib qoladi degan gap bu. Okay? Buningda fe'lning keyiniga as qo'shilib kelayotgan ahvolga diqqat qiling. Anondan keyin she does the housework. Does nimishqa do emas bu? Bunga diqqat qiling. Niyadagi does degan amaliyotda qiladi degan gap bu. Housework degan uy ishlari, ya'ni uy ishlarini qiladi degan gap. Tushunishlikku? Okay? Demakchi qilish deganda do deb kelgan to'q nima ish qiladi does bo'lib qoladi deb buni bilib bo'lgan bo'lsangiz men xo'shal, agar bilmagan bo'lsangiz answer men hozir tushuntirman. Okay? Ya'ni boshdan boshlab desak, masalan, the Sawyers live turdi degan fe'lning keyiniga as qo'shilmabdi. Mr. Sawyer ning keyinidagi go ning keyiniga as qo'shilibdi. Lekin children ning keyinidagi go ning asli keyiniga ism qo'shilmay go deb kelibdi. Father ning keyinidagi, ya'ni their father ning keyinidagi take ning keyiniga as qo'shilibdi. Mrs. Sawyer ning keyinidagi stay ga as qo'shilib kelibdi. Andan keyin she does the housework degan jumladagi do ning keyiniga as qo'shilib does bo'lib qolibdi. Okay? Hozircha mushlarga diqqat qilib turing, men sababini hozir tushuntirman. Okay? Andan she always eats her lunch at noon. U hamisha yoki davomli degan gapku always, eat degan eat, ya'ni yeyishning keyiniga as qo'shilib kelayotgan ahvol bor. Yeydi, okay? U doim yeydi. Her lunch, o'zining tushlik tomoqini, lunch degan tushlik tomoq bor. At noon. Noon degan nimda chinqi tushdi. Tushsha, qarang, soat qarsangiz mana rasmda. Naq 12 ko'pdi. Okay? At noon, ya'ni u tushlik tomoqini tushdi yeydi. U davomli tushlik tomoqini tushdi yeydi deydi. Okay? Men abim dedim-ku, vaqt bo'laklari kunlik bir kunlik vaqt bo'laklari masalan atigan tushdan keyin kashqurun kash deganlarda qaysi oldi qo'shiluvchilarni ishlatdi degandim. In the morningga in ishlatdi degandim. Noonga nima qilyapti? At qilyapti. Juma in noon deymiz. Juma chinqi tushda yoki tushda demoqchi bo'lsa at noon deymiz. Lekin atiganda degangicha in the morning deymiz, okay? Xo'sh, undan tushdan keyin keldik, navbat. In the afternoon, tushdan keyinligi yoki tushdan keyinda in keladi diqqat qiling. She usually sees her friends. Usually in abenimda degandoq odatda degan gap bu. Sees. Asli see bu ko'rish. Bugungi darsimizda ko'rishish degan ma'nosi bor dedim ku, ko'rishdi her friends, do'stlari bilan deydi. Yani uning do'stlari bilan, ya'ni o'zining do'stlari bilan demoqchi u, okay? U odatda ko'rishdi do'stlari bilan deymiz. Tushdan keyinligi, okay? Unda asma see ning keyindagi askimi diqqat qilib qo'yaylik, jumlaning egasi she, diqqat. Andan keyin they often drink tea together. Ular often degan nima degan to'q, pat degan to'q. Oldingi darsda o'rgangan, drink tea, choy ichidi together billa. Ular pat choy ichidi billa. Okay? Albatta, ular pat billa choy ichidi degan gap bu Uyg'urcha desak. Ma'lum, inglizcha ifodalanish odatini o'z beti deb beryapman. Mushunga ko'rinsa, andan keyin inglizcha ma'lum inglizcha bir narsalarni o'ylash, inglizcha fikr qilishga odatlandi demoqchi men, okay? Andan keyin in the evening kashqurullig'i deydi, qarang, niyadimi in deb ishlatiladi. In the evening, okay? In the afternoon, in the evening deydi ekanmiz. Lekin tushda degan nima deydi ekanmiz? Qarang, at noon deydi ekanmiz. Atigandan nima deydi ekanmiz? In the morning deydi ekanmiz. Diqqat qiling, Xo'sh, shunda bo'lsa in the evening nima bo'ldi ekan? Qarang, in the evening the children come home from school. Balalar degan gap bu. Come home. Keladi uyga from school, maktabdan. Ya'ni kashqurullig'i balalar maktabdan keladi deydi. Okay? Balalar maktabdan uyga keladi deydi. Okay? And then they arrive home early. Ya'ni arrive nimada bo'lganda qadam yetib kelish degan to'q. Ular yetib keladi uyga baldur deydi, early degan baldur bu. Okay? Diqqat qilaylik. Fe'llar qaysi fe'llar mana ikki jumladagi, ma jumladagisi come, ma jumladagisi arrive.
Okay? Hech qaysining keyniga as qo'shilmayapti. Nima ish qilig'ini men ayla deyman, o'zingiz tushunib olgan bo'lishingiz kerak. Lekin qarang, Mr. Sawyer'ning ahvoli qarab boqaylik. Mr. Sawyer comes home from work. Sawyer apandi keladi uyga ishdan degan gap qo'ying. Ishdan uyga keladi deydi-ku. Boshqa yerga ketmaydi demoqchi-ku. He arrives home late. Arrives. U yetib keladi uyga kechga deydi. Demakchi, bu ham arrive-ni they'ga ishlatganda kaynida as yo'q deydi. Amiyada arrive-ning kayniga as kelib qoldi. Nimishqa? Jumlaning egasiga munosabatlikka diqqat qilib turing. Xo'sh, eng oxirgi vaqt bo'lib qoldi qarang. At night, kechida deydi. Yoki kechda the children always do their homework. Bolalar davomli ishlaydi, o'zlarining topshirig'ini degan gapgan-ku, men doni ishlash deb oldigan bo'lgan-ku, men topshiriqni qiladi, itidu desak bo'lmaydi, o topshiriq deganda ishlaydigan narsa. Okay? Shuni doni ishlash deb olamiz men gapning o'ramiga asosan. Anakin then they go to bed. Ondan ular bardu karvatga berish degan amaliyotda shu uxlash degan gap inglizda. Go to bed degan qanday uxlash degan gap. Bundan keyin men go to bed ni hamda karvatga bardu deb o'taman, uxlash deb desam qanday tushunishingiz kerak. Mesela apsi balısıga uxlag'ina bo'ldi deganda qanday go to bed please deb unda deydi. Albatta uxlash degan so'zni ishlashim bo'ladi albatta. Ammo yerda karvatga ba degan amaliyotda ko'chma ma'nosi bor. Uxla degan gap. Go to bed uxlash, okay? Ya'ni then they go to bed. Then nimada qolgan? Undan keyin dedik. Ya'ni demakchi undan ular uxlaydi degan gap bu, okay? And Mr. Sawyer usually reads his newspaper. Sawyer efendi odatda o'qiydi o'zining gazetini degan gap bu. Okay? Sawyer efendi odatda o'zining gazetini o'qiydi deydi. Qarang, read o'qish bu. O'qishning keyiniga as qo'shilib kelyapti, diqqat qilaylik, ha? But sometimes, lekin ba'zida he and his wife, u va uning ayoli deydi, watch television. Ko'rdi televizorni. Demakchi, miyada watch deb kelyapti, ko'rish degan fe'l. Watchning keyiniga as qo'shilib yoki as qo'shilib watches deb kelmayapti demakchi. Sababini hozir deb bilmayman. Xo'sh, shunda bo'lsa, bu demakchi bu eng oxirgi jumlani to'liq bir deversak, Mr. Sawyer usually reads his newspaper, but sometimes he and his wife watch television degan nima gap bo'ldi. Sawyer efendi odatda gazetni o'qiydi, lekin ba'zida odatda gazetni o'qiydi va odatda davomli demidi yoki pat demidi. Ba'zida demidi, odatda da turishmi? Okay? Sawyer efendi odatda gazetni o'qiydi, lekin ba'zida deydi, sometimes, okay? Lekin ba'zida u va ayoli qanday televizor ko'rdi deydi, okay? Xo'sh, shunda bo'lsa bu tekstning mazmuni shunday hisoblanishlar. Endi men deb birman. Abi ham nima ish bo'lganligini qarang, ha? Men degandim, jumlaning egasi 3-shaxs birlik bo'lib qolsa qanday? Shu ish harakatni bildiradigan jumlalar deymi? Ya'ni fe'llik jumlalar, hargiz BPLlik jumlaning gapi emas bu. BPLlik jumla nima degan to'q yodingizda bor? Bir xil holatni ifodalaydi, ish harakatni ifodalamaydi degan to'q. Ammo bugungi mana darsdagi o'y fikrlar hammasi qanday ish harakatni ifodalayotgan o'y fikrlar shundoqmi? Masalan, undaq qiladi, mundaq qiladi, undaq qiladi, mundaq qiladi deb. Undaq holatda, mundaq holatda emas, ha? Demakchi, ish harakatni ifodalaydigan jumlalarda hozirgi oddiy zamonda agar jumlaning egasi 3-shaxs birlik bo'lib kelsa qandaq? Shu jumlaning egasi uchun xizmat qiladigan fe'lning keyiniga as qo'shimchasi qo'shilib ifodalanadi. Agar unda bo'lmay, ya'ni jumlaning egasi 3-shaxs birlik bo'lmay, boshqa shaxslar bo'lib kelsa, masalan, birinchi shaxsning birligi yoki ko'pligi, ikkinchi shaxsning birligi yoki ko'pligi, uchinchi shaxsning ko'pligi degandaklar. Faqat va faqat uchinchi shaxs birliklar bo'lmaylik kelsa, qanday fe'lning keyiniga as qo'shish ketmaydi. Buni men yana bir qatim deb sanlarga salsam qarang,
The Sawyers, Sawyer'lar degan gap bor. Yani Sawyer ailesidagilar demoqchi-ku. Yaş turdi King kodisi 87-numurda. Yani bu yerdagi live'ning keyingi qanday as qo'shilibmi? Yo'q. Chunki jumlaning egasi Sawyer'lar, ya'ni ko'plik. Okay? Shuning uchun live'ning keyingi as qo'shilmaydi. Ammo keyingi jumla qarasangiz, atiginisi Sawyer apandi ish qilardi, bolalar maktabga bordi deydi. Demakchi Sawyer apandi ish qilardi deki jumla qarasak, go'ning keyingi as emas bevosita as qo'shildi demakchi. Asli fe'l go'ning keyingi bevosita asni qo'shib qilinmaydi. Masalan, asni qo'shish to'g'ri kelsa, asni bevosita qo'shib qilinmaydi. Orqali qo'shimiz demakchi. Okay? Bu bir qoida. O bilan oxirlashgan yoki hatto ba'zida yana boshqa harflar bilan oxirlashgan so'zlarning keyingi as qo'shimchasini qo'shganda, shundoq masalan, uchinchi shaxsning birligi uchun xizmat qilib kelsa fe'l demakchi. Asni bevosita qo'shmaymiz, balki as qilib qo'shimiz demakchi. Bu bir qoida. Xo'shundan so'ng u qoida turib tursin, go'ning keyingi as qo'shildi. Shundaqmi? Nimishqa jumlaning egasi Mr. Sawyer. Ya'ni xiyridan u. Ya'ni birlik, uchinchi shaxs birlik bo'lganligi uchun buning uchun yana uchinchi shaxs birlik uchun xizmat qilayotgan bu fe'l qandoq keyinida asni agashtirib keladi. Mr. Sawyer goes to work deymiz. Ya'ni Sawyer apandi ishga bordi deb. Lekin bolalar maktabga bordi degandiki berishchi go asli fe'l keladi, keyinga as qo'shilmaydi. Sababi egisi uchinchi shaxs ko'plik. Children degan bolalar degan ko'plik, okay? Ya'ni uchinchi shaxs birlik emas demakchi. Agar uchinchi shaxs birlik bo'lib, masalan, ismini degan bo'lsa, masalan, qizining ismini masalan, Sally maktabga bordi demakchi. Sawyer apandi ish qiladi, Sally deb qizlarning ismini deb, shu qizlarning o'zini, bir qizlarni deb. Sally maktabga bordi degan bo'lsa, o'chaqda Sally goes to school bo'ladi. Hozir children degan qandaq, the children degan ko'plik ism bo'lg'ashqa, ya'ni bolalar degan ko'plikni bildiradigan ism bo'lg'ashqa, uningga xizmat qilayotgan go degan fe'l qandaq, keyinga as qo'shilmagan holatda keladi demakchi. Uning keyingi jumla qarasangiz, their father takes them to school every day. Ularning dadasi ularni kundan maktabga elib bordi degan gap bu. Jumlaning egasi kim? Ularning dadasi. Ular emas, ularning dadasi. Ya'ni xiyridan ularning dadasi degan bir o'g'il. Ya'ni er kishidagi o'g'il. Shuning uchun, ya'ni uchinchi shaxsning birligi jumlaning egasi bo'lg'ashqa elib berish degan take degan fe'lning keyinga as qo'shilib ketganning sababi shu. Uning keyingi jumla Mrs. Sawyer stays at home every day. Sawyer xonim har kuni uyda qoladi degan gap bor. Bu yerga qilish degan stay degan qandaq keyingi asni agashtirib keladi. Nimishqa? Jumlaning egasi Mrs. Sawyer, ya'ni ayollardagi u, ya'ni uchinchi shaxs birlik. Shuning uchun, okay? Uning keyingi she does the housework. U uy ishlarini qiladi deydi. Ya'ni bu yerdagi does degan qilish bu. Yordamchi fe'l emas, fe'l jumla demakchi, mana bu bir bayon jumlalar yordamchi fe'l kelmaydi degandim qo'yadingizda bor. Yordamchi fe'llar nima keldi? Savol jumlalar bilan inkor jumlalari, ya'ni bo'lishsiz jumlalar keladi. Okay? Savol jumlalar bilan bo'lishsiz jumlalar keladi yordamchi fe'l. Bayon jumlalarchi kelmaydi. Shu ma'noda yordamchi fe'l deb tushunib qolmanman, doesn't. Okay? Bu degan asli fe'l, ya'ni jumlaning egasi uchinchi shaxs bo'lganligi uchun bu har qancha asli fe'l bo'lsa-mu qandoq, jumlaning egasi uchinchi shaxs bo'lganligi ham qandoq, keyinga as qo'shilib keldi. Endi asni bevosita qo'shmaymiz deb, orqali qo'shamiz. Shundoq bo'lib, does bo'lib qolgan demakchi, uzun gapning qisqasi, okay? Masalan, men oila ishlarini qilaman deganni I do housework deymiz. Sen oila ishlarini qilasan deganni you do housework deymiz. Agar uchinchi shaxsni ko'rsatib turib, u oila ishlarini qiladi desakchi, u chaqda she do housework demaymiz. She does housework deymiz. Nimishqa? Jumlaning egasi uchinchi shaxs birlik bo'lg'ashqa, fe'lning keyiniga as qo'shilib keladi. Do ning keyiniga asni qanday qo'shir ekanmiz? Bevosita emas, balki orqali qo'shir ekanmiz. Orqali qo'shsak shu does bo'lib qoladi demakchi. Okay? Undan keyingi jumla she always eats her lunch at noon. U doim tamoqni tushda yeydi deydi.
deyarki yeyish degan eat degan ning kayniga eat degan fe'lning kayniga yeyish degan fe'lning kayniga as qo'shilib kelganligining sababini bilasizmi? Jumlaning egasi 3-shaxs birlik. Okay? Agar men tushlik tomog'imni tushda yeyman demoqchi bo'lsam nima deyman? I eat my lunch at noon deyman. Agar siz tushlik tomog'ingizni tushda yeysiz degan bo'lsam nima deydim? You eat your lunch at noon deydim. Hozir tushlik tomog'ini tushda yeydigan kim? Siz emas, men emas, u. Ayollardagi u. Shuning uchun fe'lning kayniga as qo'shilib keldi degan gap. Okay? Tushunishlikmi? Uningdan keyingisi in the afternoon tushdan keyinligi deydi. She usually sees her friends. O'xshash bu ma'noga tushuntirishlarga. Jumlaning egasi she. Shuning uchun see ning kayniga as qo'shilib keldi. Agar jumlaning egasi men bo'lgan bo'lsa, see ning kayniga as qo'shmaymiz. Masalan, I usually see my friends. Men odatda do'stlarim bilan ko'rishma yoki uchrashishma degan bo'lsam qanda I usually see deb oladim. U bo'lganligi uchun sees deb ilovati demoqchi. Okay? Another they often drink tea together. Ular pat-pat birga choy ichishadi degan gap ku, choy ichishadi. Undan sonra jumlaning egasi kim? They, ular. Shuning uchun drink ning kayniga as kelmadi. Ya'ni 3-shaxs birlik emas jumlaning egasi, balki 3-shaxs ko'plik. Shuning uchun. Okay? Drink ning kayniga as qo'shilmaydi demoqchi. Agar u yalg'iz choy ichadi demoqchi bo'lsa qanda, u pat-pat yalg'iz choy ichadi degan bo'lsa, u chaqda she often drinks tea bo'ladi. Okay? Now, so in the evening, the children come home from school. Balla maktabdan uyga keladi deydi. Demakchi jumlaning egasi kim? Balalar. Shuning uchun come deb keladi. Agar masalan Sally deb qizning o'zini yolg'iz degan bo'lsa, bu jumlada masalan Sally comes home from school deydi. Okay? Hozir jumlaning egasi balalar. Ko'plik ism jumlaning egasi. Shuning uchun come degan fe'lning kayniga as qo'shilmaydi. Agar birlik bo'lib qolsa, jumlaning egasi come ning kayniga as qo'shilib comes bo'ladi. Tushunishlikmi? Okay. Andan they arrive home early. Ular yetib keladi uyga baldur. Bu o'xshash. Jumlaning egasi 3-shaxs birlik emas, balki 3-shaxs ko'plik. Shuning uchun arrive ning kayniga as kelmadi. Endi yuqorqi shu kashqurilligi balla maktabdan uyga keladi, ular uyga baldur keladi degan jumlani Sawyer apandimning jumlasiga selish tursaqli chiqdi mana menda qarang. Mr. Sawyer comes home from work dedi. Come ning kayniga as keldi. Sababi Mr. Sawyer jumlaning egasi. Ya'ni u yolg'iz bir odam. Uning kayniga he arrives home late. U yetib keladi uyga kechikib. Demakchi yetib kelish degan so'zning kayniga as qo'shilib kelyapti. Sababi jumlaning egasi he. Yuqorqilar qarsangiz jumlaning egasi the children yoki they bo'lganligi uchun come arrivelarning kayniga as kelmadi. Miyada Mr. Sawyer he bo'lganligi uchun jumlaning egasi comes arrives deb as qo'shilib kelyapti fe'llarning kayniga. Eng oxirida at night unutib qolishdan burun deb qo'yay. Qarang, atganisi degan nima deydi ekanmiz? In the morning deydi ekanmiz. Tushda deganni shu at noon deydi ekanmiz. Tushdan keyinligi deganni shu in the afternoon. Kashqurilligi degani in the evening, lekin kashda deganda qanday at ni ishlatar ekanmiz. At night deb. Xuddi at noon deganda tushda degan gapni at bilan ifodalagandek night ni at bilan ifodalaymiz. Shuni ma'no unutib qolmaylik. Qoidamda at night, okay, kashda deydi. The children always do their homework. Yana abayqi gapda jumlaning egasi the children, balalar. Shuning uchun do deb kelyapti. Agar jumlaning egasi balalar emas Sally bo'lgan bo'lsa, do emas does deb oladik. Ya'ni topshiriqni ishlaydi degan gap. Tushunishlikmi? Andan then they go to bed. Alqandan ular uxlaydi degan gap, go to bed ni uxlash dedik ku. Ya'ni jumlaning egasi they, shuning uchun go deb kelyapti. Mr. Sawyer usually reads his newspaper. Sawyer apandi odatda o'qiydi gazetini deydi. Demak, demakchi kashda Sawyer apandi odatda gazeta o'qiydi degan gap, gazeta o'qiydi demakchi u. Ayni jumlaning egasi Mr. Sawyer bo'lganligi uchun read ning kayniga as qo'shilib kelyapti. Agar men kashda odatda gazeta o'qiyman demakchi bo'lsam, u chaqda read deyman, reads demayman. Buni tushunib qoldik, men jiqtab ketdim. Masalan, I usually read my newspaper in the evening yoki at night. Odatda kashda
Dizimni o'qiyman. I read. You read. Lekin he bo'lganligi uchun jumlaning egasi Mr. Sawyer yana he'dan u. Reads deb kelyapti. Okay? Eng oxirgi jumla. But sometimes he and his wife watch television. Lekin ba'zida u va ayoli dedi. U va ayoli uma, yolg'iz uma yo'q. U va ayoli degan ularga tang. Shuning uchun watch jumlaning egasi ko'plik uchun xizmat qilgan fe'l deb hisoblandi bu yerda. Watch degan jumlaning egasi ko'plik bo'lganligi uchun watch deb keladi fe'l demakchi. Qaysi ko'plik jumlaning egasi he and his wife degan u va uning ayoli degan jumlaning egasi. Ya'ni yolg'iz u emas demakchi. U va ayoli degan shu bir necha so'z birlashib jumlaning egasi bo'ladi bu jumlada. Shuning uchun watchning keyiniga as qo'shilmagan demak shu. Agar yolg'iz he watches masalan u televizor ko'rdi degan bo'lsa he watches deb watchning keyiniga as qo'shib he watches television degan bo'ladi. Hozir he and his wife bo'lganligi uchun xuddi they'ga tang demakchi u va ayoli ularga tang bu. Shuning uchun watch deb fe'l asl shaklda kelyapti demakchi. Uchinchi shaxs birlik emas jumlaning egasi ko'plik, shuning uchun asl shaklda keldi demakchi. Okay? Xo'sh, undan keyin bu darsimizda eng cho'ng biz xulosa chiqaradigan narsa nima desangiz, bu darsimizning eng cho'ng xulosasi bu hozirgi oddiy zamonda ifodalangan bir o'y fikrlarni bildirgan, o'y fikrlar ifodalangan yoki o'y fikrlar bayon qilingan bir zamondagi hikoya, ya'ni hozirgi oddiy zamon. Ma'lum o'tganda hozirgi davomlashayotgan zamonni o'rgangan to'qmasdan u kitob o'qiyotdi deb, masalan he is reading a book deb. Okay? Shu topning o'zidan bu gapni qilayotgan vaqtimizda yuz berayotgan ish bu. He is reading a book degan. Hozirgi davomlashayotgan zamon degandim bu. Amaliyotda siz hozirgi oddiy zamonni o'rganib bo'ldingiz. Hozirgi oddiy zamon degan naq bugungi dars tipik bir misoli buniki. Qanday bo'lib hozirgi oddiy zamon desangiz, kunda odatga aylangan ish harakatlarni ifodalaydigan jumla bu hozirgi oddiy zamon degan. Bundan yuqorqi jumlalar qanday? Naq ashtaq jumlalar bu. Bunda bir xotiringizni yanglab o'tsam, Sawyer apandi atiginisi ish qildi, bolalar maktabga bordi, Sawyer apandi anda qildi, ayolim anda qildi deb kunda bo'ladigan emas, kunda bo'ladigan odat xarakterli o'y fikrlarni ifodalagan bir hikoya bu. Demakchi, odat xarakterli, ya'ni kundalik odatga aylangan ishlarni ifodalagan vaqtimizda, bayon qilgan vaqtimizda biz qanday hozirgi oddiy zamonni ifodalaymiz. Shuning bilan ingliz tilida qanday amaliyotda ikki zamonni o'rganib bo'ldingiz degan gap. Birisi shu bugungi dars tipik bir misoli hozirgi oddiy zamon. Ma'nosi nima? Qanday narsa ifodalanadi bu hozirgi oddiy zamonda? Yoki hozirgi oddiy zamon orqali qanday bir o'y fikrni ifodalaymiz? Odatga aylangan o'y fikrlarni ifodalaymiz. Agar yodingizda bo'lsa, odatga aylangan deganim kundalik odatga aylangan, kunda bo'ladigan. Okay? Yodingizda bo'lsa, oldingi darsda men o'zgarmas qonuniyatlarni hozirgi oddiy zamonda ifodalaymiz degandim. Demakchi, saviyangiz xeli yuqorilab qoldi. O'zgarmas qonuniyat degan nima? Masalan, quyoshning sharqdan chiqishi, g'arbga o'tirishi. Masalan, yozda issiq bo'lishi, qishda sovuq bo'lishi. Bu o'zgarmas qonuniyatlar bu. Masalan, bir yili undaq bo'lib, yana bir yili bundaq bo'lib qolmaydi-ku, tushunishlik-ku. Demakchi, bunda o'ylab baqsangiz yoki shu oldingi darsimizga qaytib borsangiz bilalaysiz buni. Bu hozirgi oddiy zamon ifodalanibdi deb. Shu oldingi darsning mazmuni demakchi. Okay? Bugungi darsning mazmuni yana hozirgi oddiy zamon ifodalandi, ma'nosi hozir men degandek. Kundalik odatga aylangan ishlarni qanday biz hozirgi oddiy zamonda ifodalaymiz. Shuning bilan ikki zamonni o'rganib bo'ldingiz demakchi. Hozirgi oddiy zamon bilan hozirgi davomlashayotgan zamonni. Abay dedim, hozirgi davomlashayotgan zamon nima? Bilasiz. Men kitob o'qiyapman desak qanday? Shu gapni degan vaqtingizda yuz berayotgan ahvol bu, davomlashayotgan ahvol. Shuning uchun hozirgi davomlashayotgan zamon deymiz. Okay? Xo'sh, shunda bo'lsa, uzun gapning qisqasi bu dialog, mushu dialog endi. O'qishi ashundaq, ma'nosi hozir biz tushundigandek, buni yana bo'ldi qilmaysiz, qayta bir qatim ko'rib chiqing, hatto ko'chirib yozib olsangiz texnik yaxshi,
yodlab olsangiz texmi yaxshi. Okay? Biz vazifamizni o'rinlaylik. 55-darsningki bizni so'ragan savoli nima edi? When do the children do their homework? Mana tipik bir hozirgi oddiy zamonda ifodalangan bir savol jumla ma'no. Balalar qachon topshirig'ini ishlaydi degan gap bu. Okay? Bu bir odat xarakterli ahvolni so'rayotdi-ku, balalar qachon topshirig'ini ishlaydi deb. Bizning javobimiz nima? They nima deganda u tekstda qarang. At night, the children always do their homework. Balalar kashda balalar davomli topshirig'ini ishlaydi degan gap bu. Okay? Undan so'ng they always do their homework at night. They always do their homework at night. Ular doim o'zlarining topshiriqlarini kashda ishlaydi. Ma javob yuqorqi savolga javob bo'ldimi? Ha, bo'ldi. When do the children do their homework? Bolalar qachon topshiriqni ishlaydi? Ular davomli kashda topshiriqlarni ishlaydi, o'zlarining topshiriqlarini ishlaydi. Inglizchada cho'qim o'zlarining topshirig'ini deb their homework deb olamiz, lekin uyg'urchada unda odat yo'q. Odatda bolalar davomli kashda topshiriqlarni ishlaydi desak bo'ldi, hatto topshiriqlarini demay topshirig'ini ishlaydi desakmi hisob bo'laverdi. Tushunishliku? Okay. Undan so'ng bu tekis, mush tekis, savol, mush savol, javob, mush javob. Amisa o'zingiz bir qoidani takrorlab chiqing, savoldoshlar. Endi biz nima ish qilamiz deganda, lesson 56, 55 ningki mashq darsi. Temasi what do they usually do? Ular usually degan nima? Odatda. Ular odatda nima ish qiladi degan gap bu. Bu bir xil odatni so'rayotdi, juma qarang. Odat xarakterli bir narsa so'rayotdi. Bir hozirgi oddiy zamondagi bir savol bu. Hozirgi oddiy zamonda so'ralgan savol. Okay? Yangi so'zlar bormi bu darsda? Yo'q. Nima debmiz oyada? New words and expressions degan yerda no new words today. Ya'ni bugun yangi so'z yo'q deb olayda yozib qo'yibmiz. Lekin savol mana 56-darsningki savol jumla shaklini bir aslab o'tsak, what do they usually do? Ular odatda nima ish qiladi? Javob they usually bilmayman. Ular odatda bunday qiladi deb. Bu nimaga bog'liq? Albatta, og'zaki mashqningki mazmuniga bog'liq. Qarang, mana bu 56-darsningki og'zaki mashq mazmuni, undan so'ng mana qatakchining ichidagisi nima qarang? Every day, har kuni degan gap. In the morning, atiginisi. In the afternoon, tushdan keyinligi. Yoki tushdan keyinda. In the evening, kashqurunda. At noon, tushda. At night, kashda. Demakchi, malaga qayaga nimani ishlatishni bilib oldik-ku. Noon bilan night-qa at deb oldik ekanmiz. In morning, afternoon, evening larga in deb bunda ishlatir ekanmiz. In the morning, in the afternoon, in the evening. Ma noon bilan night-qa the ni ishlatamiz ekanmiz. Yo'q, bu qoida inglizchada. At the noon demaymiz, balki at noon. At the night demaymiz, at night. Okay? Lekin morning, afternoon, evening larga the deb ishlatir ekanmiz. In the morning, in the afternoon, in the evening. Tushundingizmi? Every day degancha uning oldiga in yoki at qo'shmaydi ekanmiz. Bevosita every day ham deymiz. Okay? Men kunda bunda qilaman deganni masalan I bizma every day. Hargizmi I bizma in every day yoki at every day demaymiz demakchi. Faqat in atlarni mushlar ishlatimiz demakchi hozir ko'rayotganingizdek. Okay? Xo'sh, undan so'ng darsningki tema savoli nima edi? What do they usually do? Ular odatda nima ish qiladi? Birinchi savolga, birinchi rasmga biz jumla tuzab qo'yaylik qarang. They emas she bu jumladagi. Undan so'ng what does she do deb tuzaymiz. Shundaqmi? What do they do degan ular nima ish qiladi degan gap. What does she do degancha u nima ish qiladi bo'ldi. Does. Tushunyapsizmi? Nima ish qiladi does bo'lib kelganligini, Undan so'ng what does she do? Javob she dusts the manimte grim ustida demdoq grim ustida emas bo'liqi qachquchi ishkov ekan. Qachquchi ishkovni cupboard deydi, yodingizda bo'lsa. She dusts the cupboard. Masalan, vaqtdan birini qo'shsak, she dusts jumlangiz she boshqa dusts deb keldi. Agar
Mesela çang tuzağını sürtüş degan gap. Agar men çang tuzağını sürtüman degan bo'lsa, I dust deydi. Bilibsiz da, men jiqdi bu gapni. Now she dusts the cupboard in the morning. O deganisi qandaq qachiqchi ishkavininki alqi çang tuzağını sürtdi degan gap bu. Okay? Second, ikkinchi rasmda what does she do? Bu nima ish qiladi? Masalan, what does she usually do? Bu odat nima ish qiladi? Cevap, she usually makes the bed at night, yoki in the afternoon, yoki in the evening. Odatda tushdan keyin yoki kechda deganda desak bo'ladi-ku, karvatni yig'ishtirdi. Karvat degani yig'ishtirdi millat. Gapni tushunishlik bor, makes the bed. She makes the bed in the morning. Yoki she usually makes the bed in the morning desak bo'ladi. Bu odatda deganlari yoki karvatni yig'ishtirdi. Okay? Number 3, shaves, saqalini elish. Demakchi, aningga sasingizdan bilan bo'ladi. Masalan, what do they usually do deganni nimda o'zgartimiz? Ma 3-rasmga nisbatan what does he do deb o'zgartimiz. Ya'ni what does he do does bilan o'zgaradi. Sababi jumlaning egasi he. Okay? What does he they'ning o'rniga he keladi. Usually o'zbetda, ya'ni odatda degan gap. Do degan o'zbetda keladi. Ya'ni what does he usually do deb o'zgaradi 3-rasm uchun demakchi. Javob, he usually shaves masalan at noon. Odatda tushda saqalini oladi. Okay? Shundaq hisoblab kelsak, tushundingiz hozir jumla shaklini. Qolgan o'zingiz ishlay olasiz. 4-rasmni devasak, listen. What do they usually do? Masalan, in the morning. Yapma, aniq vaqtni edi. Ular atginis nima ish qildi degan savolni so'rab, masalan, what do they usually do? Ular, jumlaning egasi ularmi, bir necha odam bor. What do they usually do in the morning? Ular atginisi adat nima ish qildi deb so'rab, javobni nima deb beramiz? They, ular usually adatda listen to the masalan radio yoki listen to the stereo in the morning. Okay, ular odatda atganisi nimani anglaydi? Strolni qo'yishni anglaydi. Tushunishlik bu. 21-rasmda nima deydi? Clean the blackboard. Masalan, he usually cleans the blackboard in the morning. Okay? Bu odatda atganisi qardoskini surtdi yoki pokizlaydi degan gap bu. Okay? 22-rasm go to bed. Karvatga chiqib uxlaydiganga. They usually go to bed, masalan, at night. Ular odatda kechda uxlaydi. Okay? 23-rasm jumlaning egasi she bo'lg'achqa washes deb kelgan. Masalan, what does she do? Desa, she washes the dishes. And usually ni qo'shib, masalan, what does she usually do? Desa, she usually washes the dishes desak bo'ladi. Qachiqchilarni yuvishni washes the dishes deydi. Tushunishlikmi? 24-rasm type. Jumlaning egasi they, ya'ni ular bo'lganligi uchun type deb kelgan, as kammidi. O'xshash qolgani. Mayada 31-rasmda jumlaning egasi cat yoki it, u. Shuning uchun drinks deb kelyapti. Masalan, what does the cat usually do? Mushuk odatda nima ish qiladi degan gap bu. Yoki mushuk odatda atginis nima ish qiladi deylik masalan. What does the cat usually do in the morning? Javob. It usually drinks water in the morning. Okay? It usually drinks water in the morning. Bu odatda atginisda suv ichadi. Okay? Drinks water in the morning. 32-rasm what do they usually do masalan at night yoki in the evening. Ular odatda kashqurlik nima ish qiladi deb so'rab, javobni they usually watch TV yoki television in the evening desak bo'ladi. Okay? 33-rasm what does she usually do? Masalan, mana bu chinqi tushgan soatni qarasangiz. What does she usually do at noon? Bu odatda tushda nima ish qiladi degan gapga javob she usually eats her lunch at noon desak bo'ladi. Okay? 34-rasm reads. Jumlaning egasi u he. What does he usually do masalan at night? Bu odatda kashda nima ish qiladi? Javob he usually reads his newspaper at night. Tushunishlik qo'y. Bularni cho'qim o'zingiz qiling, savoldoshlar. O'zingiz qilmasangiz qanday bo'lmaydi. Cho'qim azroq qilib chiqarishingiz kerak. Beshingiz bilan bilib oldim degan bilan hargiz inglizchani o'rgangan bo'lmaydi. Undan so'ng
yuqorqilar qandaq og'zaki mashqlar hamda biz yozmish mashqlarni ko'rib deyli qarang. Yozmish mashqlar. Written exercises. Nima deydi? Complete these sentences using s yoki es ni qo'shib deydi. Ishlatib. Demak, jumlalardagi bo'shirunga ya asni qo'ying deydi, ya esni qo'ying demakchi. Bundan sonra qarsangiz birinchi bizga berilgan o'lgida nima deydi? She wash the dishes every day. Bu har kuni qachquchlarni the dishes degan qachquchlar bor. Qachquchlarni wash degan yuyishdi. Bir narsa common jumlaning albatta kam washning keyiniga asni qo'shimiz, lekin washning keyiniga asni bevosita qo'shib qo'yilmaydi. Orqali qo'shimiz washes deb. Shuna men nimada berilgan savolning talabida nima? Asni yoki asni qo'shib demakchi. Nima to'g'ri kelsa, Miyaga as to'g'ri kelamda, washning keyiniga as to'g'ri kelamda kelmaydi. As to'g'ri keldi. Shuning uchun bizga berib bergan javobda nima deb to'g'rilabdi? She washes the dishes every day deb o'zgartirib qo'yibdi. Undan so'ng qolgan 5ni ishlay olamiz. Albatta ishlay olasiz. Men 4-ni ishlab bermay qarang. She do the housework. U oila ishlarini qiladi degan gap-ku. Undan so'ng jumlaning egasi nima? She. Undan so'ng do'ning keyindagi boshirunga nimani qo'yamiz? Asni bevosita qo'yamiz ekanmiz. Asnimi? As qo'shimiz. Do'ga asni bevosita qo'shib qo'yilmaydi. As qo'shib does qilib o'zgartimiz degandim bu yodingizda. Qolganlarni o'zingiz ishlay olasiz, okay? Cho'qim ishlang, okay? Undan so'ng B degan mashq qarasak, write questions and answers. Savol va javoblarni yozinglar degan gap bu. Qarasangiz nima deydi? Nimada? Example nima deydi? She morning deydi. Lekin often dust the cupboard degan so'zlarni beribdi. She degan u ayollardagi u, morning degan atigan, often degan pat, dust degan nimti chang tuzog'ini surtish. The cupboard degan nimti qachquchi ishkovi. Okay? Demak, she morning often dust the cupboard degan so'zlardan foydalanib biz savol va javoblarni yozib boqar ekanmiz qarang. Oldin savol yozaylik qarang, savol tuzaylik qarang. What does she do in the morning? Morning ni bergan to'g'ri. She bilan morning dan foydalanib, what does she do in the morning? U atiginisi nima ish qiladi? Ayol kishidagi u deb savol tuzatdimiz. Ondan javob nima deyotganmiz? Often dust the cupboard degan so'zlarni ishlatib tuzatganmiz. Masalan, she often dustning keyiniga as qo'shilib, sababi she jumlaning egasi. She often dusts the cupboard in the morning. In the morning unutib qolmaylik, ya'ni u atiginisi pat qandaq qachquchi ishkovininki chang tuzog'ini surtdi degan gapkan bu. Okay? Qolganlarni ishlayolamiz, albatta ishlayolasiz. Men birini ishlab turaman, birinchisini qarang. She morning and can always make the bed. Masalan, savolni tuzaymiz. What does she do in the morning? Javob, she always berilgachga always ni ishlatamiz. She always makes the bed in the morning. Nimishqa makes bo'ladi? Chunki jumlaning egasi she. Okay? Bundan so'ng qolganlarni o'zingiz ishlang, cho'qim ishlay olasiz, ishlamasangizlar bo'lmaydi. Shu gapni deb qilib qandaq biz endi ko'rishaylik degan yerga keldik. Bundan so'ng ko'p rahmat, biz atki darsimizda ko'rishaylik. Thank you very much. See you tomorrow.